Assalomu alaykum, barakali Uskuna kanalini muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-ukalarimizga bugun sizlarga pena blok va gaza blok ishlab chiqarish stanovlari sexidan video lavha qilib, chiroyli qilib, xudo xolasa obzorlarni qilib o'tamiz. Xo'p, videoni boshlashdan oldin agar malol kelmasa, bir donadan mana bunday like tugmasini bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hozir bu turgan adresimiz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'i do'stlar. Qo'g'ay qishlog'idan shu stanovlar sexidan video lavhalarni chiqarib, narx-navolarni yoritib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Podдержка hisobida bittadan like bosib, kanalga a'zo bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Bo'lmasa videomizni boshladik. Bu gaza bo'lib ishlab chiqarish stanovlari komplektimizga mishalkamiz kelyapti. Hozir bir dona mishalkamiz remelli, mana motorlar yonga olingan 220-380 tokda bemalol ishlaydi. Xudo xolasa sifati hamma narsasi motorlargacha yangi qo'yilgan. Xo'p, qoliplarimiz 043 forma qoliplarimizdan 2 dona bo'larkan bir komplektimizda do'stlar. 2 dona qolipimiz va bitta shablon reskamiz. Reskamiz ham universal reskadan 10lik, 20lik, 30lik razmerlar chiqib kelar ekan bunda. Xo'p, 1 tonnali suyunkisimiz mana bu qolipimizdan 10 taga yetadigan darajada suvni isitib berar ekan. Mana shu bochkamiz o'zi 1 tonnali suyunkisimiz, tepada 110 litrli suv shablon bochkamiz. Bu shablon bochka deganda mana shu qolipga bir martaga yetadigan suv isitib beradi. 110-108 litr atrofida. Buni datchiklari, suv isitish graslari hamma yo'q qo'yilgan, kraniklari, motorlar, обратно tepadan suv qaytishga, pastga hamma yo'g'i komplekt holatda bo'ladi bularimiz ham. Xo'p, shuning ichidagi bitta zapravka qilingan suvimiz mana bu shalkaga bir marta rastvor tayyorlangan yetargan. Rastvor tayyorlangan. Buni narxi vodiy ichiga 8 dollar adashib ketman. Pena Uskuna narxini aytyapman. 1600 dollardan vodiy bo'ylab dastlabki usturovka xizmatlarimiz bor. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Bu eng kichkina varianti. Gaza bo'lib ishlab chiqarish eng minilashtirilgan varianti. 1600 dollardan boshlanadi 2 dona qolip bilan. Endi 2 dona qolip kam deganlar uchun qo'shimcha qolip qo'shish xizmatlari ham bor. Qo'shimcha qoliplar bir donasining narxi 220 dollardan qo'shilib boraverar ekan. 220, 230, 240, 300, 350 dollargacha qoliplar bor ekan. Ketgan materialga qarab, profil qalin yuqoriga qarab narxlari o'zgarib boraveradi do'stlar. Xo'p, bu yerda mana kattaroq liniya qilaman degan akalarimizga pol avtomat liniyalarni ham tayyorlab beramiz. Pol avtomat liniyamizning mishalkalari, ya'ni mikserlar, rastvor tayyorlaydigan eng kerakli uskunadan biri bu. Mishalkamiz, bu yerda avtomat reskalarimiz bor mana. Avtomat reskalarimiz ham eng oxirgi pokoleniyaga chiqayotgan avtomat reskalar. Bir dona knopka orqali o'zi avtomatik kesib chiqib tepaga o'zi avtomatik o'chadi. Sensorli datchiklari bor. Bir dona odam bu yerda knopkani bosib ovora bo'lib turish shart emas. Avtomat reskamiz razmerlariga to'xtaladigan bo'lsak, razmerlari 10lik, 15lik, 20lik, 25lik, 30lik, 40lik razmerlarni chiqaradi. 7 xil razmerda kesib boradi. Avtomat reskamiz 220 tokda bemalol ishlaydi. O'zbekiston sharoitida 220 tokga ko'p zakaz tushgani uchun shunaqa voltlikdan qo'yib beryapmiz avtomat reskalarimizni ham. Bu yoqda 043 forma qoliplarimiz, xudo xolasa ishlamagan miqdorda qoliplar bor, hammasi упаковка qilib tashalgan. Eng yaxshi, asosiy yaxshi tomoni buni qoliplarimiz albastirda yanilmaydigan bo'lib chiqilyapti hozir. Oldingi qoliplar bilsanglar albastirda yaniladi. Bularni yana shart emas. Choklardan rastvor oqmaydigan qilib tayyorlanyapti. Yo'llari 5-3 profildan foydalanilgan, taylari 8-4. 8-4 u degani o'sha relsli liniyaning qolipiga bemalol tushib ketaveradi do'stlar. Avtomat reskamizga tushadi shu qoliplarimiz bemalol. Xo'p, bunimizni narxi 10 ta qolipi bilan boshlanyapti. 6,5 ming dollardan vodiy ichiga dastlabki usturovkamiz bor. Xo'p, 6,5 ming dollar ichiga nimalar kiradi? Bitta avtomat reskamiz kiradi. Bu qolipimizdan 10 dona kiradi do'stlar. 10 ta kiradi. Mana bunaqa suyunkisimizdan bu 1 tonnali bu yerda 2 tonnali suyunkis qo'yib beriladi. 6,5 ming dollar ichida va bir dona mishalkamiz bo'ladi. Mana bunaqa remellik motorlar yonga olingan, baquvvat qilib ishlangan buni ham xudo xolasa.
Dastavkasi, ustanovkasi, yurgizib, mahsulotni chiqarib, topshirib bergungacha shu narxning ichida bo'ladi do'stlar. Xo'p, bu yoqda endi penavlo istanovlarimiz bor. Ularni ham bir qator ko'rsatib obzorini qilib o'tamiz. Penavlo istanovlarimiz. Uni ko'rsatishdan oldin mana shuni yangilik ko'rsatib o'tib ketamiz. Bunimiz ham penavlok, ham gazoblok, polistiroblok kuysa ham bo'ladigan stanovimiz bunimiz. Bu kichkina mishalkasi, bu qoliplari. Bu qoliplar polistiroblok ham chiqaradi. Gazoblok, penavlok kuyishda ham foydalansa bo'ladi. Asosan hozir bu gazoblokka moslab qo'yilgan. Penavlok ham kuyaman degan akalarimizga mana bunaqa pena generator, kompressor, mikser, rastvor bachak sotib olishsa bo'ldi. Bunda ham penavlok, ham gazoblok kuyib chiqarsa bo'ladi. Bu uskunamiz narxi $1300 dan O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Agar gazoblok ham, penavlok ham ikkalasini ham kuyaman deydigan bo'lsa $1600 ga chiqadi narxi. Chunki bunga pena generator qo'shiladi, kompressor, mana bunaqa tumba, latoylistlar qo'shiladi. Bularni ham hozir bundan qanaqa mahsulot chiqadi, bularni ko'rsatib o'tamiz. $1600 bo'ladi. Yo'q, men faqat gazoblokni o'zini kuyaman degan ekanlarimiz $1300 dan dastlabki ustunovkasi ichida. Buni yaxshi afzallik tomoni mana bunaqa ruchnoy reskada yoki avtomat reskada kesib o'tirish shart emas. Les solinadi uning ichiga. O'zi avtomat reskada kesilganda singari bo'lib chiqadi. Xo'p. Penavlogimizni stanoy narxlari $8 dan boshlanadi. Yevro qoliplarimiz. Har 20 santimetrga 4 ga 4 dan profil to'qib chiqilgan oralari ko'rib turganinglarda taglarga ham to'qilgan. Oshiq-moshiqlik tag qismlari yonlar rezvali bo'ladi do'stlar. Pena generatorimiz ham 100 litrli skotch gaz bilan tayyorlangan. Santenikasiga sifalti kranlar qo'yilgan do'stlar. Bunimizning narxi vodiy ichiga $8 dan dastavka ustunovka qilib yetkazib beramiz. Oha tomonlarga kelishilgan narxlarda dastavkasi qo'shilib qoladi ustiga. Chiroyli qilib chiqarib beriladi. Buni komplektida kompressor, mikserimiz, 3 ta qolipimiz, pena generator, rastvor bachok va burchak kolonna, latoylistlarni qo'shib beramiz. Bulardan chiqqan mahsulotni ham hozir ko'rsataman. Xo'p. Latoylistimiz deganda mana bunaqa ichi apalovka singari o'yilgan holatda chiqadi. Buni eng oxirgi qatoriga urib turib, ichiga karkas to'qib, beton quyib yuborsa bo'ldi. Apalovka qo'yib, ustalari ovora qilib, yo apalovka arendaga olib o'tirish shart emas bu yerda. Burchak kolonna deganimiz mana bunaqa burchaklari ugul holatda, teshik holatda chiqadi. Burchaklariga beton quyib ketiladi. Beton uyimizning ichki qismini qolib ketadi shunda. Tashqari fasad mana shunday bo'lib, chiroyli holatda turaveradi do'stlar. Xo'p, videomizni qo'limizdan kelgancha oldik do'stlar. Biz bunaqa hali katta blogerlarcha hali ololmagan bo'lsa ham, hatto kamchiliklari bo'lsa, stanoyda yo boshqada kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar do'stlar. Stanoyimizni xudo xolasa endi o'rnatish joylarida, dastavka jarayonlaridan videolarni qilib boramiz. Kanalga a'zo bo'lib, bir dona like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar.